Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Tuzukmisizlar, yaxshimisizlar? Yaxshilar. Do'stlarim, yaxshimisizlar? Xo'sh, bir narsani ko'rsataman sizlarga. Yengili vitrovka kelgan paxta materiali Milanonik. Sifat umuman gap bo'lsin. Mana ranglari bor. Ko'k, oq, qora. Bular вообще zo'r bo'ladi. Bu yerda hop. Hamma narsasi xiba bo'ladi. Ichlari ham вообще a'lo. Sifatga kelsa umuman gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu materiallari bularniki hammasi italyanskiy bo'ladi. Bularga 100 talik garantiyasi bor bo'ladi Milanoda. Kapishonlari bor. Kapishonlari ham zo'r ekan. Mana bunaqa kepka sifatli ekan. Bundoq kepkasi bo'lib turadi kiyganingizda. Bu kapishon keyin yechilar ekan, zamokli ekan bu. Orqa tomonlari ham tikilishlari вообще zo'r. Xo'sh, buni yana yaxshi tomoni bor ekan. Mana buni tortsa, bel bor-u, bel qisqarar ekan. Slim bo'ladi, slim. Ko'rganlar deydi. Atak ranglari bor. Qorasi bor, ko'ki bor, masha rangi bor. Firma ham kuchli firma, Fiorenti Milanoning moli. Italyanskiy deyiladi bular o'zi. Hamma narsa, даже tugmasigacha, mana bu zapchastlarigacha hammasi Italiya bo'ladi deydi. Tugmalari ham вообще ajoyib. Shunaqasi ham bo'ladimi? Mana shunaqani o'zimiznikilar ham ishlab chiqarmaydimi? Cho'ntaklari ham zo'r zamokli. Cho'ntaklarning ichini qaranglar, paxta hamma yog'i xiba. Voy, gap bo'lishi mumkin emas-da. Qo'linglarni tiqsanglar, mazza qiladi. Qo'l. Hurmat bo'lasizlar, manzilimizni bilasizlar. Xo'sh, Abu Saxiy Center 2-etaj B20 Fiorenti Milano do'koni. O'zinglarni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.